Toshkentdan bir yigit keldi. Juda bir e'tiqodli, taqvodor, odobli, juda chiroyli tarbiya ko'rgan biznesmen yigit. Mana shu yigit bir muammo bilan keldi. Ya'ni u yigit hech qanaqa sog'ligida muammosi yo'q, sog'lom. Ota-onasini olib keldi, ularga sherik bo'lib xizmat qilish niyatida o'zi birga keldi. Mana shu yigit bir dardini aytdi. O'tkir aka, topgan pulimda baraka yo'q. Halovatim yo'q. Ko'p pul topaman, lekin baraka yo'q, yetmaydi. Nimadanligini tushunmayapman. Baraka oldin zo'r edi menda. Bundan kamroq pul topardim, lekin barakali edi. Hozir barakani yo'qotib qo'ydim. Bu yigitning hayotini igna kavlagandek kavlab tashladim, savollarni berib. 3-kuni bitta narsa topdim. Men ko'pincha doim aytaman, kim zo'r pul topolmayotgan bo'lsa yoki pulida baraka bo'lmayotgan bo'lsa, otasi bilan munosabatlarida muammo bor. Kim jamiyatda o'rnini topolmayotgan bo'lsa, ya'ni bir hayotda bir mavqega erisha olmayotgan bo'lsa, hurmat qozona olmayotgan bo'lsa, onasi bilan munosabatlarda muammo bor. Mana shuni hal qilsin, mana shuni bartaraf qilsin deb ko'p gapirgandim. Bu yigit endi ota-onasiga shu darajada chiroyli xizmat qilganki, meni kallamga kelmadi, ota-onasi bilan munosabatlarda bir muammo borligi. Ota-onasiga qilib bergan. Mana ota-ona haqidagi gaplarimni eshitib, aka, maqtanishga emas, siz ishonch hosil qilishingiz uchun bir ko'rishingizni xohlardim. Bitta video qo'yib berdim. Oldin eski uylarni videoga olib qo'ygan ekan, eslalikka, tarixga muhrlab qo'yib. Motivatsiyada bu ham. Keyin yangi tushgan uylari. Uylarning ishlari juda chiroyli, issiq suv, sovuq suv, hamma sharoit bor edi. 2 etajli juda katta bir ko'rkam uy solgan. Xo'p, ota-onasiga juda shinam yotoqxona qilib bergan. Yotoqxonaning ichida hojatxona, dush, hamma sharoit bor. Shu darajada kattaki yotoqxona, alohida o'tiradigan oynali stol, divan kreslo, televizor, xolodilnikgacha qo'yib bergan. Shu bitta xonani ichida bemalol ko'yniga nima kelsa bajara oladigan darajada. Gazeta o'qiydimi, televizor ko'radimi, biror narsa yeydimi, ichadimi, hamma sharoit, dushga kiradimi, hojatga kiradimi, uxlaydimi, hamma sharoit qilingan. Bitta xatolik topdik. O'sha bola yotoqxonasini ota-onani ustiga qilgan. Ya'ni 2-qavatga chiqilgan. Xalqimizda bir gap bor, otang o'tirgan uyni tomiga chiqma deb. Bir dona shu xatoni topdik. Xolos, shu yigit yotoqxonasini o'zgartirib, 1-qavatga pastga tushirganimizdan keyin bir haftadan keyin aloqaga chiqdi. Alloh rozi bo'lsin. Halovatimni topyapman. Baraka kiryapti pullarimga. Ochiq, oydin his qilyapman dedi. Allohim har bittamizni topayotgan pullarimizga mana shunday bir baraka bersinki, qalbimizga shunaqa bir osoyishtalik solib qo'ysin. Ishoning, har bitta inson bajara oladi, qo'lidan keladi.